Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Oybek Ershonov, Duta Besar Republik Uzbekistan. Bapak Rustam, Wakil Gubernur dari Kota Samarkand. Bapak Dr. Fadlizon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Para seniman budaya dan hadirin sekalian, dengan penuh rasa bahagia, saya berdiri di hadapan Anda semua dalam sebuah momen yang istimewa ini. Momen yang tidak hanya mempertemukan dua bangsa yang berjauhan secara geografis, Indonesia dan Uzbekistan, tetapi juga mempertemukan dua warisan besar peradaban dua bangsa dalam satu panggung, yaitu warisan intelektual Islam oleh Imam Bukhari dan warisan kepemimpinan bangsa dan dunia oleh Presiden Bung Karno. Ibu, saya terjemahkan ya, bahasa Uzbeknya. Izin Bu. Avvalo ushbu ajoyib asarni tarjimasiga bu narsani sahnaga olib chiqqan ijodkorlarga minnatdorchilik bildiraman va albatta Bung Karno, Sukarno janoblarini ushbu sayohatini, ahamiyatini barchaga ko'rsatib berish uchun xizmat qilmoqda. Acara ini juga adalah wujud nyata bagaimana seni dapat menjadi penghubung antara sejarah dan jiwa antar bangsa. Drama musikal Imam Al-Bukhari dan Sukarno yang disutradarai oleh Ahmad Fauzi dari Indonesia dan Valikon Umarov dari Uzbekistan bukan hanya sebuah pertunjukan seni yang sangat artistik, melainkan juga sebuah pengingat dunia hari ini selalu tidak dapat dipisahkan dari sejarah masa lampau. Bung Karno menegaskan arti penting sejarah dalam pidatonya di Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1966 yang beliau beri judul pidatonya yang terkenal Jas Merah atau Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah. Avvalo bu asarni yaratgan rejissyorlarga minnatdorchilik bildirish bilan birgalikda Prezident Sukarnoni 17 avgust 1966 yil Mustaqillik bayramida Jas Merah degan nutqi bor. Aynan o'shandan iqtibos keltirmoqchiman, chunki bugungi tadbirimizga aloqador. Dalam pidatonya, Bung Karno mengingatkan bangsa Indonesia agar jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah bangsanya. Sebab jika suatu bangsa telah lupa akan sejarahnya di masa lampau, maka suatu saat bangsa tersebut akan tergelincir dan jatuh. Ushbu nutqlarida bevosita otam Sukarno janoblari 66-yilda tarixni qanchalik ahamiyatli ekanligiga urg'u berib, bir millat o'zini kelajagini fundament ustiga qurmoqchi bo'lsa, kelajagida o'zini birlik xalqini bir mush bo'lib ushlab turishni istasa, hech qachon tarixni deyapti, unutmasligi kerak va tarixini qancha yuqori ko'targan millat buguni va kelajagini shunchalik yorqin ko'ra oladi degan. Saudara-saudara sekalian, pada tahun 1956 ketika dunia masih terpecah dalam sebuah ketegangan ideologis perang dingin blok barat dan timur, Presiden Sukarno, ayah saya, telah melakukan langkah yang berani dan monumental
bagi peradaban dunia, utamanya bagi dunia Islam. Dalam kunjungan ke Uni Soviet tanggal 4 September 1956, Bung Karno sebelumnya meminta kepada Presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev agar ditemukan makam Imam Buxoriy. 1956-yilda siyosiy vaziyat juda yengil bo'lmagan. Ayniqsa, misol uchun, mamlakatlar o'rtasidagi ziddiyat, Sovet ittifoqidagi dinga bo'lgan munosabat, kichkina millatlarga bo'lgan munosabat, tarixga bo'lgan munosabat boshqacha bo'lgan. Shu sababli 1956-yil 4-sentyabrda aynan Nikita Xrushchevni taklifnomasi bilan muzokaralardan keyin Sovet ittifoqiga tashrif buyurishga qaror qiladi. Bung Karno menyatakan niatnya untuk berziarah ke makam Imam Buxoriy, seorang ulama besar dan perawi hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau kagumi. Ushbu tashrifni maqsad albatta siyosiy umumiy do'stlikni o'rnatishdan tashqari dunyoga tanilgan barcha musulmonlar kundalik hayotida amaliyot uchun qo'llaydigan hadislar to'plami, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni sahih hadislarini to'plagan va eng tartibli shaklga keltirgan islom olamidagi olimni maqbarasiga borish asosiy maqsadi bo'lgan. Seperti tadi yang telah diperlihatkan, Bung Karno ketika dibuang ke ND, beliau menurut cerita kepada saya dan saudara-saudara saya, sangat mendalami agama Islam dan terutama beliau sangat kagum kepada seorang yang bernama Imam Buxoriy. Hali sahna asarida ko'rdilaring, endi oroliga siyosiy mahbus sifatida yuboriladi. Orolda bir necha yil qamoqda yashaydi Sukarno prezident bo'lishdan oldin va o'sha paytda islom diniga bo'lgan e'tiqodi yana ham kuchayib, aynan shu din haqidagi ilmlarni olishda Imom al-Buxoriyni hadislarini yana ham chuqur, ya'ni ruhan bu narsalar unga quvvat berib, keyinchalik siyosiy faoliyatida juda ko'p rol o'ynaydi. Awalnya permintaan Bung Karno banyak yang menentangnya karena pemerintah komunis Uni Soviet sedang menekan ekstraksi keagamaan pada masa itu. Bahkan lokasi makam Imam Buxoriy kala itu nyaris telah terlupakan. Tapi Bung Karno bersikeras dengan suara tegas dan hati yang penuh keyakinan. Ia berkata, kalaupun harus naik kereta api sendiri, saya akan tetap pergi. Saya akan ziarah ke makam Imam Buxoriy. Aynan o'sha paytda Moskvaga bo'lgan sayohatdan keyin O'zbekistonga ziyorat qismi boshlangan, lekin ziyoratning asosiy yakuniy manzili Imom al-Buxoriy maqbarasi bo'lgandan keyin albatta rasmiy Sovet ittifoqi bunga qarshilik ko'rsatishga, turli xil bahonalar bilan bunday buyuk imomni e'tibor, misol uchun aholi, mahalliy aholini e'tibor qaratishini istamagan holatda ko'p cheklovlar qo'yadi. Ulardan biri transportni yo'qligi, borishni qiyinligini bahona qilib ko'rsatishadi, lekin Sukarnoni o'sha kundaligida hisob o'tilgan, agarda poyezdda borish kerakmi, piyoda borish kerakmi, qanaqa noqulay bo'lsa ham, men bu tashrifimning yakunida Imom al-Buxoriyni maqbaralariga borishim shart deydi va hozirgi spektaklda aks etgandaqa o'sha uzoq masofali yo'lga bir butun delegatsiya bilan yakunigacha turib bormasam. Permintaan yang kedengarannya sederhana itu di tengah ketegangan geopolitik dunia pada waktu itu adalah bentuk keyakinan spiritual dan kewibawaan politik seorang Presiden Republik Indonesia pertama. Hozir oddiydek ko'rinishi mumkin, misol uchun bir shaharga borish, ziyorat qilish, lekin u paytdagi geosiyosiy ziddiyat, geosiyosiy neytral tura olish bu misol uchun tashrifni yana ham murakkablashtirgan, lekin Sukarnoning irodasi aynan bunday imomga bo'lgan hurmati bu narsani yakuniga yetkazishga imkon yaratdi. Bung Karno tidak membawa senjata, tidak membawa ancaman,
melainkan membawa niat suci seorang muslim dan seorang pemimpin yang mencintai ilmu dan spiritualitasnya. Aynan shu munosabatda Sovet Ittifoqi bilan hamkorlikda bu mamlakatdan qurol olib kelish asosiy maqsad bo'lmagan. Sanoatni qaysidir qismi yoki aynan tinchlikka rahna soladigan birorta harakat yoki kelishuv bo'lmagan. Asosiy maqsad ham do'stlik, ham aynan shunday buyuk shaxslarni nima deydi, merosini, hurmatini joyiga qo'yish bo'lgan. Permintaan ziarah Bung Karno ke makam Imam Bokhari direspon pemerintah Soviet sehingga makam yang awalnya tidak terawat telah menjadi destinasi wisata religi bagi masyarakat Uzbekistan dan bagi umat Islam dunia. Albatta shu tashrifdan keyin bitta odamning tashrifi bilan shunday buyuk shaxsni merosiga e'tibor yanada oshdi. O'zbek xalqini o'z bobolariga bo'lgan ishonchi va qaysidir ma'noda hurmatini yanada tiklanishiga imkon berdi va bu tashrif bahonasida butun dunyo shunday buyuk shaxsni qabri qayerda joylashganligini Sovet Ittifoqidan tashqarida ham aniqlab olishiga imkon beradi. Saat ini di desa Hartang, 25 km dari kota Samarkand, Uzbekistan, berdiri sebuah kompleks suci, tempat ziarah yang menjadi simbol kekuatan ilmu dan iman. Hozir esa aynan shu maqbara Samarqand shahridan 25 km tashqarida joylashgan va hozir juda ko'p ziyoratchilarni bemalol borib kelishi mumkin bo'lgan joy, juda muqaddas joyga aylandi. Dan dari langkah kecil itu lahirlah langkah-langkah yang lebih besar, lahirlah perubahan besar. Pemerintah Uni Soviet mulai membuka kembali pintu terhadap warisan Islam di Asia Tengah. Imam Bokhari pun kembali hadir dalam kesadaran umat, bukan hanya sebagai tokoh agama, tetapi sebagai simbol pengetahuan, moralitas, dan kebesaran peradaban Islam. Aynan shu tashrif bahonasida Imom al-Buxoriyni nafaqat shaxs sifatida, ya'ni merosi orqali, balki ilm yo'lida neytrallikni, ilm yo'lida mehnatni, umrni sarflash timsoli sifatida qoldi va Sovet Ittifoqi aynan shu 56-yildan keyingi tashrifdan keyin aynan Imom al-Buxoriyni maqbarasiga e'tiborni, ularni merosiga ko'proq tanitishga imkon berdi mahalliy olimlar.